Barchaga assalomu alaykum. Sintetik indeksda ishlovchi treyderlar diqqatiga. Sintetik indekslarda ko'p robotlar grid, piramida, martingale strategiyasi bilan ishlaydi, lekin men yaratgan robotda hech qanaqa martingale ham, hedging ham, grid, piramida strategiyasi ham yo'q. Savdoga kiradi, ma'lum vaqtda chiqib ketadi, foydani olib. To'g'ri, bayga impuls bilan yurish holatlarida har doim ham savdoga kira olmaydi. O'z holatlari bor. O'sha holatda savdoga kiradi. Kuchli impuls sell kelish oldi savdodan chiqib ketish algoritmi ham chiroyli dasturlab qo'yilgan. E'tibor berishlari mumkin. Savdo ochgan ko'p foyda bilan yopilmagan, lekin ba'zi yurishlarda maksimal foyda bilan chiqib kirib ketgan. Hozir mana yana savdo ochdi. E'tibor berishlari mumkin. Bundan oldingi birinchi savdoda kuchli sell impuls vaqtida savdoga kirilgan va impuls qayta sellga kuchli berishdan oldin savdodan chiqib ketilgan. Ko'rishlari mumkin. Yana bitta savdo ochildi. O'z indeks paralarida hech qachon siyosat iqtisodga qarab bozor yurmaydi. Bu davlatlarning o'ziga biriktirilgan indeks paralarining hisobi bo'lgani uchun buni asosiy ishlash prinsipi algoritm. Shu asos bilan savdoga kiradi.